إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسول الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربimiz Alloh azza va jalla aytadiki: A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Ya ayyuhallazina amanu taqulloha haqqa tuqatihi va la tamutunna illa va antum muslimun. Ey iymon keltirganlar, musulmonlar, la ilaha illalloh Muhammadur rasululloh deganlar, Allohdan haqqros qo'rqinglar. Allohga taqvo qilinglar. Va bu dunyodan faqat musulmon bo'lgan holatinglarda o'tinglar deydi. Musulmon bo'lib o'tishlik qanaqa bo'ladi? Mana shu biz aytayotgan islom diniga kirishlik uchun aytiladigan la ilaha illalloh Muhammadur rasululloh kalimasini nima ekanini bilib, mana buni ilmini o'rganib, mana shunga muvofiq yashashlik bu dunyodan musulmon bo'lib o'tishlikni taqozo qiladi. Yer yuziga kelgan har bir insonni ustida Alloh azza va jallani 5 ta mustaqil dalili bor. Mana bu 5 ta dalilning ichidan bittasi bo'lib agar 4 tasi bo'lmaydigan bo'lsa ham, inson bu dunyoda Robbiga agar ibodat qilmagan bo'lsa yoki Allohga shirk keltirib yo'liqqan bo'lsa ham, baribir Alloh taoloning huzurida javobgar bo'laveradi. Ya'ni gunohkor, aybdor hisoblanaveradi. Ya'ni biz Alloh taoloni tanishligimiz, bilishligimiz, tavhid asosida unga ibodat qilishligimiz uchun mana bu bizni har bir insonni ustida 3 ta mustaqil dalil bor. Xo'p, bulardan birinchisi A'rof surasida 172-173 oyatlarda bayon qilingan misoq dalili. Misoq dalili nima degani? Misoq bu ahd, va'da degani. Ya'ni Alloh taolo bizni yaratishdan oldin ruhlar olamida mavjud qilib, faqat Alloh taoloning o'ziga ibodat qilishligimiz, uni Robb deb bilishligimiz haqida bizdan ahd paymon olganligi. Alloh taolo aytadi: "Va iz akhadha robbuka min bani adama min zuhurihim zurriyatahum va ashhadahum ala anfusihim alastu bi robbikum qalu bala shahidna." Alloh azza va jalla odam bolalarini toki qiyomat kunigacha keladigan zurriyotlarini uni sulbidan, belidan chiqarib, ularni o'zlariga qarshi guvoh qildi. Men sizlarni Robbingiz emasmanmi dedi. Shunda biz barcha insoniyat, ha, sen bizni Robbimizsan. Biz yolg'iz seni o'zingga ibodat qilamiz deb ahd paymon bergan kunimiz. Alloh azza va jalla bu ahd paymonni nima uchun oldi? Qiyomat kunida biz insonlar mana shu ikki xil uzr bilan kelmasligimiz uchun. Antaqulu yawmal qiyamati inna kunna an hadha ghafilin. Biz bu haqiqatlarni bilmagandik. Ya'ni bir inson shirk kufr qilib, bir ma'siyat bilan, gunohlar bilan borib, ya Robbi, men buni bilmagandim. Diningni o'qimagandim, o'rganmagandim. Buni menga hech kim aytmagandi demasligimiz uchun Alloh taolo bizdan bu ahd paymonni oldi. Yoki bo'lmasa, aw taqulu innama ashraka abauna min qablu va kunna zurriyatan min ba'dihim afatuhlikuna bima fa'ala al-mubtilun. Yoki yana biz mana bu bahonalarni qilib, ya Robbimiz, ota-bobolarimiz shirk keltirishgan bo'lsa, ular bizdan oldin kelgan insonlar bo'lsa, biz ulardan keyin kelib ularga ergashgan zurriyot bo'lsak, mana shu ularni qilgan shirklari, ularni botil ishlari sababli bizni endi halok qilasanmi deb bahona aytmasligimiz uchun Alloh taolo bizdan mana shu ahdni oldi. Ya'ni qiyomat kunida hech kim men bilmasdim, yoki meni otam shirk qilgandi, yoki meni erim shirk qilgan, men bularga prosta ergashganman xolos demasligimiz uchun, ya'ni bunda biz hech qanaqa haq huquqimiz bo'lmasligi uchun Alloh taolo bizdan mana bu ahd paymonni oldi. Alloh taolo yana oyati davomida aytadi: "Va kazalika nufassilul ayati va la'allahum yarji'un." Ya'ni biz bu oyatlarni shundoq batafsil bayon qilamizki, shoyat ular mana bunga qaytishsa, ya'ni al-misoqda bergan va'dalarini eslab, mana shunga amal qilib yashasa, Alloh taologa mana bu bilan yo'liqsa deydi. Mana bu misoq har bir insonni ustida ochiq hujjat. Alloh taolo qiyomat kunida jahannamda azob chekayotgan, ya'ni eng yengil azob chekayotgan
bir insonga aytadiki, akana laka ma fil ardi va ma fiha akunta muftadiyan. Agar mana shu yer yuzidagi undagi barcha narsalar saniki bo'lib, mana shu azobdan qutulishlik uchun bularni hammasini fido qilgan bo'larmiding desa, u kishi aytadiki, ha Robbim, agar shunday imkoniyat bo'lganda mana shu azobdan qutulishlik uchun hammasini bergan bo'lardim deydi. Shunda Alloh azza va jalla aytadiki, qad aradtu minka ahwana min zalika va anta fi sulbi adama alla tushrika bi shay'an fa abayta illa an tushrik. Men sendan bundan ham osonroq bo'lgan narsani so'ragandim. Sen odamni sulbida ekaningda, hali yaratilmasingdan avval men sendan menga shirk keltirmaslik haqida ahd olgandim, lekin sen baribir shirk keltirishlikni ixtiyor qilib, menga faqat shirk keltirding deydi. Ya'ni dunyoni fido qilishlikni hojati yo'q edi, bor mol mulkingni sarflash hojati yo'q edi. Men sendan oson narsani talab qilgandim, menga shirk keltirmagin degandim, lekin sen faqat menga shirk keltirding deydi. Mana bu hadisni Imom Buxoriy, Imom Muslim Anas ibn Malik radhiyallohu anhudan rivoyat qiladi. Demak, misoq, ahd o'z-o'zicha bir mustaqil hujjat. Mana bu qiyomat kunida keladigan insonlar mana shu sababli hisob-kitob qilinadi. Hattoki agar ularga ogohlantiruvchi yoki payg'ambar kelmagan bo'lsa ham, hattoki da'vat yetib bormagan bo'lsa ham, mana bu dalil kifoya qiladi. Alloh azza va jallani bandalarni ustida ikkinchi dalili nima? Ikkinchi dalili fitrat. Alloh taolo har bir insonni sog'lom fitratda yaratishligi. Alloh taoloning Al-Fatir degan ismi bor. Mana shu ismini har bir tug'iladigan insonni qalbiga, aqliga go'yoki bir dastur sifatida joylashtirib qo'ygan. Mana shu fitrat bilan yaraladi har bir inson. Yer yuziga keladigan har bir inson Alloh taoloni bilishligi, unga tavhid bilan ibodat qilishligi har bir insonni fitratida bor. Mana bunga dalil Rum surasida Alloh azza va jalla aytadi: "Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallohi allati fatara an-nasi 'alayha la tabdila li xalqillah." Ya'ni yuzingizni hanif bo'lgan holda dinga buring. Yuzingizni hanif bo'lgan holatda Allohga buring. Ya'ni bu Alloh insoniyatni, insonlarni yaratgan fitrati bu. Ya'ni dinga hanif bo'lgan holatda amal qilishlik, Allohga hanif bo'lgan holatda ibodat qilishlik bu Alloh taolo yaratgan fitratidir deyapti. Ya'ni Alloh taoloning yaratishida o'zgarish yo'q deyapti. Ya'ni shirk keltirmasdan hanif holatda Alloh taologa yuzlanishlik, unga ibodat qilishlik, mana bu har bir insonni fitrati deyapti. Alloh taolo mana shu fitrat bilan yaratgan har bir insonni. Alloh azza va jalla yana aytadi: "Sen Alloh taoloning yaratishida o'zgarish topolmaysan" deydi. Demak, har bir inson mana shu fitrat ustida yaratilgan. Yer yuzidagi qancha inson bo'lmasin, ularning barchasini hanif holatda Alloh taologa shirk keltirmasdan tavhid bilan ibodat qilishlik uni fitratida bor. Hattoki Imom Buxoriyda, Imom Muslimda kelgan rivoyatda, sahih hadisda Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallam aytadi: "Ma min mavludin illa yuladu alal fitra." Har bir tug'iladigan bola fitratda tug'iladi. Ya'ni sof islomda tug'iladi degan hadis bor. Ikkinchi dalil mana shu Alloh taolo har bir insonni fitratda yaratishligi. Xo'p, uchinchi dalil nima? Uchinchi dalil Qur'onni boshidan oxirigacha o'qib chiqing. Alloh azza va jalla yer va osmonda bitta ilohligi, butun koinotda. Undan boshqa iloh yo'qligi haqida tushuntiradi Alloh taolo. Law kana fihima alihatun illalloh la fasadata. Agar osmonlar va yerda Allohdan boshqa ilohlar bo'lganda edi, albatta ular buzilib ketgan bo'lardi deydi Alloh azza va jalla. Bu aqliy dalil emasmi, to'g'rimi? Misol uchun aytaylik, albatta bir koinotda ikkita iloh bo'lmaydi. Mana biz zamonamizda bitta davlatga qarasak, ikkita prezident bo'ladimi? Yo'q, bo'lmaydi. Agar ikkita prezident bo'ladigan bo'lsa, tartib intizom bo'lmaydi, buzilishni boshlaydi. Yoki bir ayolning ustida ikkita er bo'ladimi? Yo'q. Bir uyda ikkita boshliq xo'jayin bo'ladimi? Yoki bir korxonada, ishxonada ikkita boshliq bo'lishligi mumkinmi? Yo'q, bo'lishligi mumkin emas. Yoki bir musulmon davlatda ikkita xalifa bo'lishligi mumkinmi? Yo'q, mumkin emas, chunki ixtilof chiqadi.
tartib intizom bo'lmaydi. Tavhidni dalili shu. Alloh yagona iloh. Ya'ni bunga dalil so'raydigan bo'lsa kimdir, ko'p narsalar axtarib topib gapirib o'tirishlikni hojati yo'q. Agar koinotda ikkita iloh bo'ladigan bo'lsa, u koinot buzilib ketishligi u aniq. Aqli bor odam shundoq ko'rinib turibdi bu. Yana mana Alloh azza va jalla bunga Mo'minun surasida aytadi. Mattaxadallohu min waladi va ma kana ma'ahu min ilahin idza lahaba kullu ilahin bima khalaqa wa la'ala ba'dahum ala ba'd subhanallohi amma yasifun. Alimul g'oybi va shahadati fata'ala amma yushrikun. Agar Alloh taolo o'ziga farzand tutmagan yoki u bilan birga hech qanaqa iloh bo'lmagan, agar shundoq bo'lganda edi, har bir iloh o'zi yaratgan narsalarini olib ba'zilari boshqalarga ustun kelishga harakat qilar deydi Alloh azza va jalla. Ya'ni bular vasf qilayotgan, aytayotgan narsalardan Alloh taolo pok. U g'aybni oshkora-yu, maxfiysi-yu hamma narsani biluvchi zot. Alloh azza va jalla ular shirk keltirayotgan narsalardan pok bo'lgan zot. Ya'ni oliy bo'lgan zot, yuksak bo'lgan zot. Aqlimizni agar ishlatadigan bo'lsak, naqadar bir mantiqiy, aqliy javob. Alloh azza va jalla mana Allohdan boshqa iloh bo'lgan deydi, tartib intizomli buzilib ketgan bo'lar deydi. Ya'ni har ikkisi o'zini hukmini o'tkazishlikka harakat qilardi. Qaysilisida agar quvvat ko'proq bo'ladigan bo'lsa, ana o'sha hukmdor bo'lishlikka, o'zini hukmini o'tkazishlikka harakat qilgan bo'lardi. Natijada nima bo'lardi? Tartib, koinotlar buzilib ketgan bo'lardi. Bittasi yomg'ir yog'diraman desa, bittasi qor yog'diraman derdi. Bittasi qish bo'lsin desa, bittasi boshqasi yoz bo'lsin derdi. Yoki bo'lmasam bittasi men tog'larni yarataman desa, boshqasi men dunyolarni yarataman derdi. Xullas kalom, tartib intizom buzilardi. Bu yerda bundan boshqa yana bilmadim qanaqa qilib kengroq yana ham tushuntirishlik kerak. Ya'ni tavhidning dalili shu. Kim rizq berayotgan bo'lsa, kim butun mana bu koinotda ishlarini tadbir qilayotgan bo'lsa, boshqarayotgan bo'lsa, kim insonlarning mushkulini ketkazayotgan bo'lsa, demak, mana shu zotga biz itoat qilishligimiz, yolg'iz o'ziga ibodat qilishligimiz loyiq bo'ladi. Alloh taoloning bandalarning ustidagi mustaqil dalilidan yana bittasi, 4-inchisi bu rasullar, payg'ambarlarni yuborishligi. Ya'ni Alloh taolo insonlardan ahd oldi, sog'lom fitratda yaratdi, aql berdi, lekin bu bilan kifoyalanmadi Alloh taolo. İnsonlarga rasullarni yubordi, payg'ambarlarni yubordi. Niso surasida Alloh taolo aytadi: "Rusulan mubashshirina va munzirina li'alla yakuna lin-nasi 'alallohi hujjatun ba'dar-rusul." Xushxabar beruvchi, ogohlantiruvchi rasullarni yubordik, toki rasullardan keyin odamlarning Allohga qarshi hech qanday hujjati qolmasin. Toki insonlar, ya'ni ey Robbimiz, agar sen bizga rasul yuborganing deydi, albatta biz iymon keltirgan bo'lardik deb bahona qilishmasin. To'g'ri, misoq bor, fitrat bor, aql bor, lekin sen bizga payg'ambar yuborganing deydi, biz albatta hidoyat keltirgan, ya'ni iymon keltirgan insonlardan bo'lardik demasin deb Alloh taolo payg'ambarlarni yubordi. Mana Saba surasida mana shunaqa ma'noda oyat bor. Kofirlar aytadi, agar bizga ogohlantiruvchi kelgan deydi, sen bizga payg'ambarlarni yuborganing deydi, biz eng yaxshi hidoyat topgan insonlardan bo'lardik deyishadi. Shunda Alloh azza va jalla aytadi: "Axir men sizlarga mana rasullarni yubordim-ku. Rasul keldi, payg'ambarlarni yubordim, lekin siz mana shu rasullarga qarshi chiqdingiz. Ularni inkor qildingiz" deydi. Mana xuddiki mana bugungi kunimizda aksar o'zlarini musulmonman deyotgan, hatto namoz o'qiyotgan insonlardan ham so'rasangiz, ularni nazdida go'yoki shu bir marta Muhammadur Rasululloh deb qo'yishlikni o'zi kifoya qiladi deb o'ylashadi. Afsus, u payg'ambar qachon tug'ildi? Nima uchun keldi? Qayga keldi? Qayda yashadi? Nimani ustida yashadi?
nimaga buyurdi, o'zidagi nima narsa qoldirib ketdi, kimni do'st tutishlik kerak, kimni dushman tutishlik kerak, mana bular haqida bilmaydi. Go'yoki tushunib olgan shu bir marta Muhammad Rasululloh deb qo'ysa bo'ldi. Mana shu kifoya qiladi deydi. Demak, insonlarning ustidagi 4-dalil rasullar, payg'ambarlar. Shuning uchun ham bir guruhlarni farishtalar do'zaxga tashlayotgan paytda ular so'raydi. Kullama ulqiya fiha fawjun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir. Har safar o'sha bir to'dani insonlarni jahannamga o'sha farishtalar tashlayotgan paytida so'raydi. Nima sizlarga ogohlantiruvchi kelmaganmidi? Ya'ni sizlarga payg'ambar kelmaganmidi deydi. Shunda ular aytishadiki, ha, bizga payg'ambar kelgandi, lekin biz unga payg'ambarlarga quloq solmagandik. Biz ularga ergashmagandik. U payg'ambar kimligini, hayotini o'rganib, siyratini o'qib chiqmagandik. U buyurgan narsalarni qaytarganlarni qilmasdik deyishadi shular. Allohu alam, shu 4-dalil Alloh taolo insonlarga payg'ambar yuborishligi. Alloh taoloni bandalarning ustida mustaqil dalilidan 5-si Alloh taoloni kalomi, Qur'oni Karimdir. Alloh taolo An'om surasida payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallam haqlarida aytadi. Va uhiya ilayya hadzal Qur'anu liunzirakum bihi va man balagh. Bu Qur'on menga vahiy qilindi, toki men sizlarni u bilan ogohlantiray. Va mana bu Qur'on kimga yetsa, u ogohlantirgan bo'lsin, ya'ni hujjat qoyim bo'lsin. Alloh azza va jalla aytadi, bu Qur'on sizlarni ogohlantirishlik uchun nozil qilingan. Va u kimga yetsa, unga hujjat qoyim bo'libdi deydi. Makkalik mushriklar, ya'ni payg'ambar Muhammad sallallohu alayhi vasallam kelgunlariga qadar Iso alayhissalom bilan payg'ambar alayhissalom oralarida 600 yil vaqt o'tgan. Mana bu vaqtni ichida na payg'ambar kelgan, na Qur'on kitob nozil bo'ldi, lekin Alloh taolo shunga qaramasdan ularning ustida mana bu mustaqil dalillardan 3tasi bor edi. Misoq, ahd berganligi, Alloh taolo sog'lom fitratda yaratganligi va ularga aql berganligi. Mana shu dalilning o'zi yetarli bo'ldi mushrik degan hukmni olishligiga. Chunki Alloh taolo ularni mushriklar deb atadi. Shuning uchun bugungi kunda kim agar Alloh taologa bir shirk bilan, kufr bilan yo'liqadigan bo'lsa, unga hech qanaqa uzr bo'lmaydi. Bir insonni mushrik hukmini olishligi unga mana shu 3ta dalilni o'zi yetarli hujjat bo'lishligiga dalil bo'ladi. Misoq, fitrat, aql. Ammo lekin Alloh taolo bizga qo'shimcha qilib payg'ambarlarni yubordi, Qur'on kitobini nozil qildi. Bugungi kunda bir inson shirk qilib, kufr qilib, mana bu dinini o'rganmasdan, Alloh va rasulining buyruqlariga itoat qilmasdan, Alloh taologa mushrik kofir bo'lib yo'liqishligida hech qanaqa uzr bo'lmaydi. Allohu a'lam. Subhanakallohumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant va astag'firuka va atubu ilayk.